Hello everybody, hammaga salom. Bugun biz present simple va present continuouslarni o'rganib chiqamiz. Qaranglar, birinchi present simple ni ishlatilish holati bu doimiy holat yoki sharoit yoki ish harakatga qo'yiladi. Masalan, I like an ice cream. Men muzqaymoq yoqtiraman. Doim yoqtirasiz. Har kuni, kechayam, bugunam, ertagayam bo'ladigan doimiy holatga present simple qo'yamiz yoki aytishingiz mumkin. I have a mother. Oyijonim borlar. Doim bo'layotgan ish harakat borlar. He reads books. Ya'ni u o'qiydi kitoblarni. Doim kitob o'qiydi. Har kuni, har safar bir aniq vaqt yo'q. Doimiy holatda degani. Yana present simple ni biz qaytariladigan ish harakatlarga ishlatamiz. Masalan, I have breakfast at 6 o'clock. Man nonushtani soat 6da qilaman, ya'ni yeyman. Bu yerda I have breakfast at 6 o'clock. Siz har safar soat 6da qaytariladigan ish harakatingiz haqida gapirmoqdasiz. Har safar soat 6da shu ish harakat qaytariladi. Yoki aytishingiz mumkin I go to school at 8 o'clock. Ya'ni man maktabga soat 8da boraman. Doim har kuni siz o'sha yerga maktabga borasiz. Har safar qaytariladi. Ana endi uchinchi holat present continuous faktlarga qo'yiladi. Umumiy tan olishimiz kerak bo'lgan, rad etib bo'lmaydigan faktlar. Masalan, girls have long hair, ya'ni qizlarni sochi uzun. Bolalarda esa boys have short hair, ularni sochi kalta. Umumiy fakt hamma tan oladi. 90% da shunaqa. Yoki bears live in cold countries, ya'ni oq ayiqlar sovuq mamlakatlarda yashaydi. Ular issiq mamlakatlarda yashamaydi. Shuning uchun biz faktligi uchun present simple ni qo'ydik. Yana present simple ni kalendar, jadvallar, rejalarga ishlatamiz. Nima uchun? Chunki kalendar, rejalar va jadvallar hamma uchundir. Hamma shunga bo'ysunishi kerak. Bu shunaqangi vaqtki hammaga taalluqli degani. Masalan, darsiz soat 7da bo'lsa, darsim 6da bo'lsin deya olmaysiz. Hammaga majburiy holatda taalluqli bo'lgan narsa present simple qo'yiladi. Yoki aytishingiz mumkin, biz kalendar bo'yicha 31da bayram qilamiz, yangi yilni. Hech kim boshqa kunni tanlay olmaydi. Demak, bu ham present simple da bo'lishi kerak. Chunki aniq vaqt hamma shunga bo'ysunadi deganidir. Ana endi present continuous haqida gaplashamiz. Present continuous bu aynan hozir bo'layotgan ish harakatdir. Mana men hozir gapiryapman, tushuntiryapman, ekranga qarayapman, kitob o'qiyapman. Hammasi present continuous da ishlatiladi. Lekin ikkinchi holati esa faqat hozir emas, hozirni atrofida bo'layotgan ish harakatga ham present continuous qo'yishimiz mumkin. Masalan, siz qahva ichib o'tiribsiz kafeda, lekin I'm reading a book deysiz. Men zo'r kitob o'qiyapman. Hozir siz kitob o'qiyotganingiz yo'q, lekin shu hozirni atrofida bo'layotgan ish harakatga ham present continuous qo'yishni bilasiz. Shuning uchun I'm reading a book dedingiz. O'zi aslida kafeda o'tiribsiz va o'rtog'ingiz bilan gurunglashib turibsiz. Yoki aytishingiz mumkin I'm building a house, men uy quryapman. O'zi yana kafedasiz. Demak, aynan hozir emas, shu atrofida, shu vaqtni atrofida bo'lsa ham present continuous qo'yishimiz mumkin ekan. Ana endi uchinchi holatimizga e'tibor bersak. Uchinchi holat bu kelajakdagi rejalashtirilgan ish harakat haqida gap boradi. Kelajakda siz bir nimani rejalashtirdingiz va siz shunga aminsiz, shu narsa bo'ladi deb, shunda siz present continuous ni ishlatishingiz mumkin. Masalan, I'm going to London. Men Londonga ketyapman. Siz Londonga ketganingiz yo'q, do'stingiz bilan yana o'tiribsiz gaplashib, lekin men ketyapman deb gapirasiz, chunki aniq bilasiz, sizni u yerda kutib olishadi, siz bilet sotib olgansiz, siz u yerdagi qiladigan ishingizni rejalashtirib bo'lgansiz. O'shaning uchun I'm going to London deb kelajakda bo'ladigan narsani rejalashtirib qo'yilgan holatingizni present continuous da aytishingiz mumkin bo'ladi. Yoki
aytishingiz mumkinki, bizda bugun mehmon bor, mehmon keladi, nima pishirasiz bo'lsa, what are you cooking today deyishingiz mumkin. Ya'ni nima rejalashtirgansiz deb siz so'ramoqdasiz. Mana shunda ham demak rejalashtirilgan kelajak bo'lsa, present continuousni ishlatishimiz mumkin. To'rtinchi holat present continuous kritikada bir narsani demak tanbeh bermoqchisiz kimgadir, bir narsadan xursand emassiz, shu yerda siz present continuousni aytishingiz mumkin. Ya'ni qachon qaramasam shunday qilasan-a degan holat bo'ladi. Masalan, you are always cheating, san doim g'irrom qilasan yoki ko'chirmachilik qilasan degan ma'noda siz you are always cheating deyishingiz mumkin. Bu yerda siz yoqtirmayotganligingizni, shu narsa to'xtashini xohlayotganingizni bildirmoqchisiz. Yoki you are always burning yourself, san o'zi doim kuydirib olasan qo'lingni. Masalan, siz aytmoqchisizki, bu narsa doim qaytariladi, jonimga tegdi degan ma'noda present continuousni ishlatishingiz mumkin. Ana siz endi present simple va present continuousni tushunib oldingiz. Ana endi ishlatilish haqida gapirsak, present simple bizda ikki xil holatda ishlatiladi. Masalan, to be bo'lsa, ish harakat bo'lmasa to be qo'yamiz. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, undan oldingi darslarga e'tibor berib olasiz. Demak, I am a student, bu yerda ish harakati yo'q, to be qo'ydik. To be'ni demak biz I am a student am'ni qo'ydik, chunki I ga am'ni qo'yamiz. Bilasizlar, am degan to be'ni degani. Demak, savollar bo'lsa, oldingi darslarga e'tibor bering. Biz esa davom etamiz va I am a studentni savolda nima qilamiz? Am'ni, to be'ni oldinga o'tkazib olamiz. Am I a student bo'ldi. Albatta, he, she, itga to be'ni is'ini qo'yamiz. Endi savolda is he a student bo'ldi. We, you, theyga esa are to be bo'lganligi uchun u ham savolda are we students bo'ldi. Savolda ular hammasi epchilvoylar oldinga o'tib olishadi. Ana endi agarda bizda ish harakat bo'lsa, I work, I study, I play, bu yerda biz to be qo'ya olmaymiz, haqqimiz yo'q. Unda biz endi faqatgina o'zi fe'lini qo'ydik. Mana I work, I play da va savolda endi do ni qo'yib olamiz. Do you read? O'qiysizmi? Masalan, yoki bo'lsam do you eat an ice cream? Morojnoe yeysizmi? Yoki do you work? Ishlaysizmi? Ana endi he, she, itda s qo'yganligimiz uchun shunaqa qoidamiz bor. He, she, itga ish harakatlariga demak s qo'yib olamiz. Shu sni biz savolda does qilib aylantirib olamiz. Does he read? S qo'shimchasi do ga kelib does he read bo'lib qoldi. Masalan, does she use the phone? U telefon ishlatadimi? Yoki bo'lmasam does he sleep? U uxlaydimi? Shu yerda hozirgi zamon ish harakat he, she, itga biz savolga does qo'ydik. Xo'p, bu narsa aniq bo'lgan bo'lsa, present continuousni ishlatilishiga e'tibor beramiz. Bu yerda to be va fe'lga ing qo'yiladi. E'tibor bering, hech qachon aralashtirib yubormang. Masalan, I'm calling bo'ladi. Men telefon qilmoqdaman deysiz. Lekin mana shu qoidani buzib, siz mabodo I calling qilsangiz, to be ni qo'ymasangiz oraga, yoki bo'lmasam I am call qilsangiz, callga ing ni qo'ymasangiz, unda bu xato bo'ladi. Rosa e'tibor berishimiz kerak. Masalan, we are drinking tea. Mana qarang, biz choy ichmoqdamiz. Albatta a bo'lishi shart. Albatta fe'lga drinkga ing qo'yib olishimiz shartdir. They are drinking tea. Yana a qo'ydik to be ni theyga, yoki she is drinking tea, she ga is ni qo'ydik. Lekin albatta drinking ing bo'lishi shart. Va albatta to be bizda oldinga o'tadi savol bo'lsa. Bu yerda hammaga aniq bo'lgan qoida. Mana endi sizlar present simple va present continuousni zo'r bir mutaxassislari bo'ldilaring. Tabriklaymiz. Keyingi darslarda yana uchrashamiz inshaalloh. Albatta yozilib qo'ying kanalimizga va like bosishni unutmang. Hozircha xayr.